Endi bu tadbirkorlarimizdan migratsiya bo'limi bilan tuzilgan shartnomalari, davlatimiz byudjetimizga o'tkazayotgan pul mablag'lari, endi o'zi tadbirkorlikni boshlab hali bir daromadga kirmasdan turib bo'layotgan holatlari, qilinayotgan holatlarga kim mutlaq baho beradi? Endi bu suv xo'jaligi vazirligi, boshqarmalari, hududiy migratsiya ekspeditsiya bo'limlari bu davlat tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, nima uchun ularning shartnomalariga hech kim amal qilmaydi? Balkim prezidentimiz siyosatlarini qo'llab-quvvatlagan holda tuman hokimi Anvar aka bu tadbirni qo'llab olish kerak edi. Nimaiki 2 yildan beri hokimning xabari bor, shu holatlardan, shu masalalardan biri shartnoma tuzishda o'zi jonbozlik ko'rsatib 2025-yil 9-avgust kuni migratsiya topshiriqni o'rganib, investitsiya bo'yicha o'rinbosarlar Baxtiyor akani jo'natib, bizning ishtirokimizda birgalikda shu yerni o'rganib, shartnoma tuzishlarga o'zlari amaliy yordam ko'rsatib, keyinchalik buzilishga yana bilmadim. Narsa deyishim. Ko'ramiz, endi misollar qo'yib baho beradi. Qismaga bu joyga biz jurnalist sifatida buni yoritib, ommaga yo'qotuvchi rahbariyatga yetkazib ko'tarib borish, ya'ni qo'yib bahoni esa misollarni o'zlari berishadi. Ammo lekin bir tarafdan bitta tadbirkorga chora ko'rib, ikkinchisi chora ko'rmaslik bu albatta jiddiy xato va tartibsizlik hisoblanadi. Tuman mutasaddilari tomonidan, viloyat rahbarlari tomonidan shunaqa holatlar ne oldu bu hammasi bu chiqadi aka. Bugundan qolmasdan chiqadi aka. Hammasi chiqadi. Bir tomondan ikkita tadbirkor o'rtasida konflikt paydo bo'lgan, lekin bu konflikt tushunmadim. Murojaatni o'rganyapman-da, jurnalistman-da. Nimaga o'chiraman? Prezidentimiz siyosati jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilyapti. Aka batta tapyapmiz, boshqa qilyapmiz. Yo'q, sizlarga gap tegmaydi. Sizlarga gap tegmaydi man. O'chiring. Nimani o'chiraman? Bu meni shaxsiy ifoda. Komandir qarab oling. O'chirib qo'ying. Kechirasiz, men siz syomka qilmayapman. Men kartina syomka qilyapman. Tushyapman-da syomkangizni. Jurnalistik faoliyatni to'sqinlik qilyapti. Komandir o'zlari chet tilga uchun burch chiqib murojaat qoldiraman bitta. To'sqinlik qilmasa ariza borda, men ham o'rganishim kerak. Men sizni bas. Kartina syomka qilyapman. Ha, syomka. Aka, nima syomka qilyapsiz? Kechirasiz. Syomka qilyapti. Kechiryapti. Bo'shatyapti. Bu prezident siyosati. Bu prezident siyosati. Prezident siyosatiga qarshimisizlar?
qurish bo'yicha Farg'ona viloyati majburiy byurosi boshqarmasiga boshlig'i nomiga ariza qilganmiz. Ijro ishini to'g'risida 30-moddada davlat ijrosi tomonidan 2 marta, ya'ni 30-modda ko'rsatib 2 marta qarzdorning arizasiga ko'ra o'z tashabbusini to'g'ri turishi mumkin deyilgan, ammo bir marta bu imkoniyat qo'llanilgan, ikkinchi marta qo'llanilmagan. Shularga ham bir qo'yib baho berib o'tasizlar. Bu murojaatni shaxsan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga olamiz kerak. Bo'ldi. Moliya prezident, mana sizning siyosatingiz, sizning islohotlaringiz, zo'rlarning muhofaza zonalariga tadbirkorlik qilish uchun aholiga fuqaroga berib, ish bilan ta'minlab, bandligini ta'minlab, daromad olishlari uchun, qisman bo'lsa ham byudjetimizga soliq tushumlarini tushirish uchun qilayotgan siyosatlarning islohotlaringizga qarshi borib ishlashyapti. Bu Farg'ona sud tizimi, hokimliklar, prokuratura, bunga bir o'zingiz huquqiy baho berib chora ko'rasiz degan umiddamiz. Bundan tashqari ijro harakatlari soat 10da belgilangan bo'lsa-da, 2026-yil 20-may kuni soat 10:00 ga belgilangan bo'lsa, 11 dan keyin